Ism ketdi. Bo'ldi, bu olyapti. Olmaqand yediring. Ketdi do'stlar. Oppa. Nima bu? Nyam. Olmaqand. Birinchisini kimga beray? Ben. Qizlar hurmati bor. Sizga beramiz. Oppa. Ikkita to'laymiz. To'g'ri bilaman, shashilib ketyapsan o'g'lim. Ana, qani olmaqand bosamiz. Kim birinchi bo'lish? Shirinmikan? Chip deb qo'ying. Ha. Cip. Oh, Mustafobek boshlab yubordi. Yaxshimi? Menga ham bitta beringlar. Ha, bo'pti. Men ham qo'shilib ketdim, yeyim deb ketdim. Qo'yinglar. Ma'lumot o'rnida aytib qo'yay. Olmaqandni eng arzon olmadan qiladi. Shu. Chunki ikkitadan bittasida qurt bo'lar ekan. Shirinmi? O'rga. Mana urishtirib. Qotang. Shirinmi? O'rga. Oldinglarga ish qilib, kiyimlarni kir qilib yeylar, xo'pmi? Oddiy toza yeb qo'yish mumkin yo'q, unda o'xshamay qoladi. Kimlarda chirqilamiz dedingmi? Shurtamaymi? Zahroni qara, mana hamma yo'g'ini mana ishqalab yeyapti. Bo'ldimi? Shirinmikan? Yana olib kelaylikmi? Shirinmikan? Yana olib kelaylikmi? Bittaga nima yeylik? Bittaga nima yeymiz? Shari-shiradigan. Shari-shiradigan? Uni yeb olmaydi-yu. Yeydigan nima yeymiz ertaga? Kiwi. Bo'l. Ertaga nima yeymiz? Cho'chib ananas. Nima yeymiz ertaga? Kiwi yeymiz a? Ananasmi? Ha? Nima yesak ham? Ha. Bo'l. Mana qadrli do'stlar, biz olmaqandni yeb oldik, maza qilib. Kommentariyaga yozinglar, keyingi videolarda nimani yeb, nimani ichib beraylik. Yoqdimi? Yoqdimi? Bo'pti, xayr kameraga. Xayr. Qilamiz, qo'lda. Qilamiz, qo'lda. Ha. Xayr. Xayr.